Hozir sizlarga post track bo'yicha eng zo'r yuklarni qanaqa qilib o'zingizlarning trackinglarni oson yo'l bilan qanaqa yopishni o'rgataman. Buning uchun A+Boardga kiramiz. A+Boardda mana Pro Analytics degan yangi funksiyasi qo'shildi. Bunda mana tracking Lancaster Texasda, o'zi Lancaster Texas searchdan buni tortib oladi yoki o'zingizlar kiritsanglar ham bo'ladi qo'lda. Lancaster Texasdan Phoenix Arizonaga bormoqchi misol uchun. Mana Phoenix Arizona bu holatda o'tgan hafta ham qilib bergani o'xshadi, bu safar ham inshaalloh o'xshashi kerak. Xo'p, mana endi qaranglar, Phoenix Arizona ketyapti. Bizlarning driverlar misol uchun 1.7 dan baland bo'lsa yuraveradi. Team driverlar search bosamiz. Bosganimizda mana bunaqa analitika chiqib keladi. Bu analitika nima? Bu yerda bir haftalik, 3 kunlik, 1 kunlik oxirgi kunlari analitika qilib beradi. Bu tomonda top 10 highest paying loads, ya'ni 10 ta eng yaxshi mana shu yo'nalishdagi yuklar. Bundoq e'tibor berib qarasanglar, bu yoqda o'zi takrorlangan yuklar bor mana. DFW Airport Texasdan Phoenix Arizonaga. Mana RDB 5 dan AZA 5 ga ketgan. Bu ham xuddi shu yuk. Demak, bu chorshanba kuni chiqqan, seshanba kuni chiqqan. Demak, mana shu yukka chiqishiga ishonsak bo'ladi. Chunki bu yuk har kuni mana seshanba kuni ham, chorshanba kuni ham yana qaytarilavergan. Narxi ham 2.15 dan 2.14 har xil bo'lgan. Shu $2 dan qilib qo'ysa bo'ladi. Undan tashqari bu tomonida nimani ko'rsatyapti? Bu yoqda post bo'lgan yuklarni vaqtini ko'rsatyapti. Ya'ni nechida post bo'lyapti? Eng ko'p yuklar. Ertalabki 4 bilan 5 oralig'ida mana boyagi yuk post bo'lgan, qimmatroqqa o'tgan hafta seshanba kuni. Lekin o'tgan hafta seshanba bozor yaxshi edi, hozir bozor o'lib qoldi. Misol uchun hozirgi soat kechqurungi deylik 10 bilan 11 orasi bo'ladigan bo'lsa, mana 1.95 dan boyagi yuk chiqqan. Demak, biz shunga moslab post track qo'ysak bo'ladi. Post trackni shu yerda o'zidan qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Mana post track turib bostirib buni qo'yib yuboradigan bo'lsanglar, o'zingizlarga moslab, bu yoqda post track paydo bo'ladi. Endi buni qo'yganinglardan keyin mana isboti bilan o'tgan hafta qaysi kun ekan? 8-kuni xuddi shunaqa ko'rdik. Post track endi El Paso San Bernardino ularga boramiz deb aytishgancha ularga moslab qo'ydim, lekin aslida boyagi yukka qo'ygan edim. Mana 8-kuni qo'ygan emas, mana 8-kuni o'sha 9-kuni ertalabga mana shu yukni olib o'sha tugatib bo'lishdi 2.6 dan. Mana bu yoqda ham o'sha yuklar chiqdi mana 2200, mana 2278, 2286 atrofida yuklar chiqqanda bizniki shuni hozir mana ko'ramiz 2193 da olgan. Mana bu yerda ko'rdinglar, undan ham arzonroq ham chiqdi mana 2073. Demak, shu holatda ko'rib qaysi yuklar takrorlanyapti, yaxshi yuklarni o'zingizlarga mos keladigan yuklarga post track qo'ysanglar, o'zi yuklar doim bilasizlar, ayrim yuklar Amazonda har kuni post bo'ladi. Shu yuklarni mana shu Pro Analytics funksiyasiga kirib turib, tabga kirib, o'zingizlarga bozorni analitika qilib, shunga moslab driverlarni yurg'izsanglar bo'ladi. Bundan buyog'iga bozor tushyapti, iloji boricha bozor marketni o'rganib ishlasanglar, post trackda ham yaxshi yuklar olsa bo'ladi.